Payg'ambarimiz alayhissalom aytganlar, Qurbon hayiti kuni qurbonlik so'yishtaqanga ulug' ibodat yo'q deganlar. Oysha onamizga aytganlarki, qurbonligingizni hozir qilib olib keling, bu degani olib keling va so'ying, o'shda o'z guvoh bo'lib turing. So'ygandan keyin birinchi qoni yerga tushmasdan turib, Alloh sizni va oilangiz gunohini kechiradi dedilar. Oysha onamiz bu faqat bizga xosmi dedilar. Shunda Rasululloh alayhissalom yo'q, butun ummatga bo'ladi. Bu degani inshaalloh ichimizda kim agar qurbonlikka qodir bo'lib qurbonlik so'yadigan bo'lsa, inshaalloh nafaqat uni, balki butun oilasini, qarindosh urug'ini inshaalloh Alloh gunohini kechiradi. Hayotimizda 700 ming, 1 million, 1,5 million pul qaydan kelib qaydan ketyapti. To'q yaxshi yashayapmiz alhamdulillah. Xalqimizda qurbonlikka qodir qatlam juda ko'p. Faqat o'zi bilmaydi. Qurbonlik qilamiz, qurbonlikka aytadigan odamlarimiz yosh katta, bemorlar ko'pi kelolmaydigan. Shuni tarqatib berib qo'ysak bo'ladi va go'zal bo'ladi mana. Juda go'zal bo'ladi. Rasululloh alayhissalom qurbonlikni so'yib, jigarini o'zlari yeganlar. Qurbonlikni so'ygan odam o'zi yesa ham bo'ladi, oilasi bilan bemor alayhissalom. Minada hacı kurbanını bağladı Allah ile peymanını, razı ede Halik-i Sübhanını aynadı.